Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, tinchmisiz, salomatmisizlar akalar? Biz bugun Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidamiz, 3-bo'limdamiz. Bizga xos chiroyli fasolimizni yakunlayapmiz akalar. Xizmatlar vodiy bo'ylab tashkil qilganmiz. Telefon raqamlarimiz ekranda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ayni paytda ko'rib turgan fasoniylar 1 metr 480 ming so'mdan tayyor bo'ladi. 220 ming so'mdan boshlab 200 dollargacha bo'lgan oralig'ida har xil fasonlar bor. Telefon orqali murojaat qilganinglarcha bafurja tushuntiramiz, xudo xolasa. Nega barellar akalar o'zlarini zanglamasligi bilan temir barellardan ajralib turadi. Xizmat uzoqroq bo'ladi. Ayni daqiqalarda narxlari ham ancha hamyonbop bo'lgan. Telefon orqali murojaat qilinglar. Barcha ma'lumotlarni beramiz. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xizmatdamiz.